Hop, bizani Furlan ko'chatxonamizga Azbi tashrif buyurgan ekanlar. Assalomu Azbi alaykum. Fito kompaniyasini, Ispaniyaning Fito kompaniyasini O'zbekistondagi rasmiy vakili. Bu yerda Furlan ko'chatxonasida juda ham ko'p o'sha Ispaniyaning Fito kompaniyasini urug'lariga dehqonlarimizdan juda ham talabli ko'p. Pomidorlardan Runner, Varganza, bodringlardan mana Kadiyar, Raza Trend, qisqasi Raza zakazimiz ko'p. Allohlarga kelaversin. Rahmat aka. O'zi bugun kelishimdan maqsad o'sha bugun Runner degan urug'imiz tashlash kerak ekan. O'shani kelib ko'rib keting. Bitta rasm bo'lsa, video bo'lsa olib keting deb Alloh nasib qilsin. Shunaqa o'tgan kuni andijonliklar kelishdi, Andijondan kelishdi. 3 xil etda gibrid bo'yicha gap ketdi, endi boshqa ikkitasini aytmaymiz. Biz o'sha yerda endi Abdulloh Hojiakbar uchalamiz o'tirdik, asosan o'sha Runnerga fokus qaratdik. Oxiri shunda to'xtadik-da. Sizlarning Runneringlarda to'xtadik. O'zi ko'proq o'sha yerda ekiladi bizning navlar. Ko'proq Andijondan boshlaganmiz-da o'zi biznesni. Ana ko'tarilishi, rivojlantirishi Andijonda boshlaganmiz. Baraka topsin Andijonlik, mirishkorlik dehqonlarimizga rahmat. Alloh minnaming rozi bo'lsin. O'sha yerdan boshlaganmiz noldan. O'sha runnerlarni, ya'ni bitta sortlarni sinab, boshqa qilib ko'tarib, keyin sekin boshqa viloyatlarga o'tgan. Aslida o'sha yerdan boshlaganmiz. Shu yerda hozir nomer 1miz. Xudo xolasa, endi bahorgi yozgi sezonga.